Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarga o'tgan darsimiz mavzusi murakkab funksiyaning aslati. Endi darsimiz mavzusi murakkab funksiyaning aslati bo'lgandan oldin bilan murakkab funksiya degan nima? Shuni birinchi old bilan bilib olaylik. Murakkab funksiya deb bir necha funksiyaning birikishidan tarkib topgan funksiyani murakkab funksiya deb aytamiz. Aytaylik. Y teng sinus x. Yani y teng 2x plus 1. Bunu texmi durustlab tushundirish uchun buni f at x deb qo'yaylik. Sinus x. Buni g at x teng 2x plus 1 deb aylaylik. Endi bu ikki funksiyadan qanaqdir bir funksiya tuzaylik. Ya'ni birinchi funksiyada f o'rniga f funksiyasida argumentni o'rniga ikkinchi funksiyani kirgizaylik. Ya'ni uni yozilish mana yoziladi. Y teng f tırnaq ichiga asli argument yozish kerak. Ammo shu argumentni ichiga biz asli g at x funksiyasini kirgizaylik. Shu chaqda qaranglar, f funksiyasi biz sinus x teng. Buni argumenti nima? X. Demak, bu x o'rniga kelasi g at x funksiyasini to'liq kirgizamiz. Shu chaqda bizning funksiyamiz qanday bo'ldi? Sinus tırnaq ichida 2x plus 1. Shu chaqda biz nima qildik? İki funksiyadan qanaqdir bir murakkab funksiya tuzdik. Endi buning boshqa yo'li bor. Aytaylik, y teng aksincha g funksiyasida argumentning o'rniga f at x funksiyasini kirgizaylik. Shu chaqda oldi bilan g funksiyasining argumenti qilin. Shuni aniqlab olaylik. G at x funksiyasining argumenti mana x. Demak, shu x ning o'rniga sinus x ni, ya'ni f at x funksiyasini to'liq kirgizamiz. Aldigi sonlar o'z pichi qoldi. 2 x bu argumentning o'rniga sinus x keldi. Plus 1. Shu chaqda biz nima qildik? Ikki funksiyadan qanaqdir bir murakkab funksiya tuzdik. Endi bu funksiyaning asli turlijiq. Aytaylik, yana bir funksiya tuzaylik. Misollar aytdi. F at x teng to'g'risida x, g at x teng x kub, h at x teng aytaylik sinus x. Endi bu yerda biz 3 funksiya beryapmiz. 3 funksiyadan qandaq bir funksiya tuzilib bo'ladi. Aytaylik, f ning ichiga h ni kirgizaylik, h ning ichiga g at x ni kirgizaylik. Ana qaranglar. Shu chaqda bizning funksiyamiz qanday bo'ladi? Aldı bilan biz g at x ni h ni ichiga kirgizamiz, durustmi? Onun uchun biz mush h ning argumenti berishimiz kerak. Hx funksiyamiz biz sinus x teng. Buni argumenti x. Demak, mush argumentning o'rni ichiga buni g at x funksiyasini to'liq kirgizamiz. Ya'ni buni x kubni to'liq kirgizamiz. Shu chaqda bo'ldi? Bizga sinus x kub bo'ldi. Endi mushning hammasini f ning ichiga kirgizamiz. Demak, aldı bilan f ning argumenti qani? F ning argumenti mana x. Demak, mushu x ning o'rniga buni yozgan sinus x kubni to'liq mana argument o'rniga argument bilan almashtiramiz. Shu chaqda bizda tom orasida bo'ldi sinus x kub. Mana biz 3 funksiyadan qanaqdir bir murakkab funksiya oldik. Endi yana bir misol qarshi turaylik. Aytaylik, f at x teng 2x kvadrat qo'shilgan 3x. Endi g at x teng, yani bu bir köp yazılı alaylik. 5x ning 4 derecesi plus 1. Endi qaranglar. Bu ikki funksiyadan qanday bir funksiya tuzaylik. F ning argumenti uchun g at x ni alaylik. Qaranglar. Yana f g at x ni f ni ichiga kirgizamiz, shundaqmi? Demak, f ning har bir argumentining o'rniga g at x funksiyasini qo'yma. F funksiyasining argumenti qaranglar, mana x ham mana x. Demak, har ikkiligi bu g at x funksiyasini to'liq qo'yma. Shu chaqda oldik ikki o'z pichi chizildi. Endi argumenti kelganda buni ko'chiramiz. Yana 5x ning 4 derecesi qo'shilgan 1. Sirtidagi kvadrat yana o'z pichi qoldi. Qo'shilgan 3 o'z pichi qoldi. X ning o'rniga 5x ning 4 derecesi qo'shilgan 1 deb bundaq bir murakkab funksiyani tuzib bo'ldi. Endi aksincha g funksiyasini qoldirib, g ning ichiga f at x funksiyasini kirgizaylik. Shu chaqda nima bo'ldi? Alban g f g ning ichida bo'lganlikdan
Demek g at x funksiyasının argumenti bo'ladi. G at x funksiyasının argumenti mana x. Demek mush x'nin o'rniga bu f at x funksiyasini to'liq kirgizamiz. Aldagi 5 o'sib chiqadi. X kelganda bu funksiyani f at x funksiyasini to'liq yozamiz. 2x kvadrat qo'shilgan 3 x sirtida 4 derece bo'ldi plus 1. Mana demek mana mushta funksiyalarni murakkab funksiyalar tuzilib bo'ldi. Endi murakkab funksiya to'g'ri bilsak, murakkab funksiyani o'zi ichki funksiya va tashqi funksiya deb bir necha funksiyaga bo'lindi. Aytaylik, y dan 5x ning 4 derecesi qo'shilgan 3x kvadratning 10 derecesi berilsin deylik. Agar bizga bu addiy turda berilgan bo'lsa, y dan x ning 10 derecesi beriladi addiy turda. Demak, bu yerda argument qani. Mana bu bizda to'liq argument bo'ldi. Yana argumenti bo'yin bo'ldi ichki funksiya, ichki funksiya. Yani şu argumentin başqa biz nima ko'ryapmiz? 10. Bu derece. Bu derece ko'rsatkich bu tashqi funksiya bo'ldi. Tashqi funksiya bo'ldi. Agar mushni ichki va tashqi funksiyalar ajratib bersa, deb yozamiz. G at x tan deb ichki funksiyani alsak, 5x ning 4 derecesi qo'shilgan 3x kvadrat bo'ldi. Yani f at x bu tashqi funksiyasi bo'lsin deylik. Agar mushni biz x deb o'ylasak, bu nima bo'ldi? X ning 10 derecesi bo'ldi. Yani argumentning 10 derecesi. Kelasi yana bir funksiya qarashtirsak, y dan to'g'risida 5x ning 4 derecesi qo'shilgan 3x kvadrat plus 7 degan bir funksiya berilsin deylik. Buni qani argumenti? Mana argumentlar durustmi? Yana tomir ostiga ifodasi. O'sha tomir ostiga ifoda barligi yana bu derece bo'lganligidan buni asosidagi ifoda ichki funksiya bo'ldi. Bu ham tomir ostiga ifodamiz, ya'ni g at x bu ichki funksiya bo'lsin deylik. 5x ning 4 derecesi qo'shilgan 3x kvadrat plus 7 bu bizning ichki funksiya bo'lsa, demak bu ifodadan boshqa sirtida biz nima ko'ryapmiz? Tomir ko'ryapmiz. Demak bu tomir. Bu bizde tashqi funksiya bo'ldi. Demak f at x tan tomir ostida x bu bizde tashqi funksiya bo'ldi. Funksiya. Kelasi yana bir funksiya qarashtiraylik. Y dan sinus 5x. Bu da eng asosiy argument. Yani bunun funksiyanın ichidagi eng birinchi hisoblanganiga bu biz 5x turibmi? Buni hisoblamay turib biz sinusdan ma'nos topolmaymiz. Aldınғы ifadenin misallarını şurada. Biz aldı bilen bu 5x 4 derece qo'shgan 3x kvadrat qo'shgan 7'ni biz hisoblamay turib biz tomirni chiqaramaymiz. Bu yerda shundaqla bu ifade hisoblamay turib biz uni 10 derecege chiqaramaymiz. Demek en asosiy bir 5x ve bu 5x bizde ichki funksiya bo'ldi. G at x dan 5x ga. Yani sirtqi funksiya bu 5x'dan boshqa biz nima ko'ryapmiz? Sinus. Demek bu tashqi funksiyasi, buni bizde ichki funksiya bo'lsin. Tashqi funksiya f at x deb olsak, bu chaqni bo'ldi sinus. Bu 5x'imiz x bo'lib qoldi. Bu bize tashqi funksiya. Endi do'stlar, biz mush murakkab funksiyani hisoblaymiz. Murakkab funksiyamiz bizning y dan f g at x bo'lsin deylik. Bu funksiyani hisoblash uchun oldi bilan biz tashqi funksiyani hisoblaymiz. Ya'ni f ni hisoblaymiz. Tashqi funksiyani hisoblaymiz. Biroq g at x bu argumentini o'zgarmaydi. Ko'paytirilgan mushu ichki funksiyasini nima alsatni olamiz. Endi mushu bir misol qarashtiraylik. Y dan 5x plus 3 ning 9 derecesi. Bu biz murakkab funksiya. Agar bizga oddiy funksiya berilgan bo'lsa, oddiy turda berilgan bo'lsa, o'chaq biz y dan x ning 9 derecesi deb beriladi. Biroq qarang, bu x argumentining o'rniga 5x qo'shilgan 3 nima qildi? Keldi. Demak, bu bizda murakkab funksiya. Qani nasıl hisoblanadi? Y dan ichki funksiya 5x qo'shilgan 3, tashqi funksiya bu derece. Demak, bu funksiyada 5x plus 3 bu argument. Buni tegmaymiz. Derece bo'yicha hisoblaymiz. Bu derece ko'rsatkichi oldiga ko'paytirib tushdi. Hem bu ko'rsatkichni 1 ni etimiz 9 numarası 8. Ko'paytirilgan endi bu biz 5x plus 3 argument bu. Bu argumentni hisoblaymiz. 5x plus 3 nimasi haslatı bo'ldi.
Ten 5x plus 3'ün aslatı 5x aslatı 5. 3 turalsan aslatı 0'ға teң. Demek 5'ni köpeytimiz 9'ga 45. 45 5x qo'shilgan 3'nin nimasi bo'ldi? 8 derecesi bo'ldi. Endi mush daraja berilgan texnik murakkab bir funksiyani qarash turaylik. Y dan aytaylik. 5x ning 4 derecesi qo'shilgan 3x kub qo'shilgan 4x kvadratning plus 7 degan bir son olaylik. Aytaylik, yana 9 derecesi. Bu biz murakkab funksiya. Buni hamiz argumentda bo'lamiz. Bu argument qilmamiz tegmaymiz. Yani eğer biz adet halinde berilirse y-dan x'nin 9 derecesi beriladi. Şunu qo'y. Endi demek hasataganda y ştrixdan bu argumentga tegmaymiz. Bu bizning ichki funksiya, tashqi funksiya bu 9 derece. Demek derece ko'rsatkich bo'yicha derece ko'rsatkichi bo'yicha hasataganda bu derece ko'rsatkich oldiga ko'payib tushadi 9. Argumenti o'sib chizildi. 5x'nin 4 derecesi qo'shilgan 3x kub qo'shilgan 4x kvadrat plus 7. Hem bu derece ko'rsatkichning bir netimiz qancha bo'ldi? 8. Biz demek tashqi funksiyani asli deb bo'ldik. Ko'paytirilgan bunu biz argumenti, yani bu ichki funksiya. Mush argumentni asli topamiz. 5x'nin 4 derecesi qo'shilgan 3x kub qo'shilgan 4x kvadrat qo'shilgan 7 sonning aslati. Teng. Oldiga ifodamizni o'sbich ko'chirib olaylik. 9 5x'nin 4 derecesi qo'shilgan 3x kub qo'shilgan 4x kvadrat qo'shilgan 7 ning 8 derecesi ko'paytirilgan katta argument asoslari 5x 4 derecesi aslati 4 5 ko'paytirildi 20 4 ning bir netimiz 3 x ning kubi 3 oldi ko'paytirib tushadi 3 3 9 x yazımız 3 ning bir narsa 2 9x kvadrat 2 4 ko'paytirib tushadi plus 8 2'nin bir narsa 1 2 x ning 1 derecesi turaqli son ayrim berilsa buni aslatning bilan 0 ekan. Demek birga funksiya bo'lib aslat oldik. Yani bir misal qarashtiraylik. Y-dan aytaylik. To'g'risida 5x ning 4 derecesi qo'shilgan 7x kvadrat plus 1 deylik. Bu bizde qana funksiya? Murakkab funksiya. Agar oddiy funksiya bo'lganimiz qana beriladi. Oddiy funksiya berilgan bo'lsa, y-dan to'g'risida x deb beriladi. Bu bizning oddiy funksiya. Bu bizning murakkab funksiya. M a deb qo'yish. Agar bizga to'g'risida x berilgansa, buni asl topsam, agar bu asl topgan bo'lsa, y ştrixdan 1 bo'lingan 2 to'g'risida x bo'ladi. Demek, murakkab funksiyaning ichki funksiyasi bizda 5x ning 4 derecesi qo'shilgan 7x kvadrat qo'shilgan 1 bu bizning ichki funksiya. İchki funksiya. Bu tomur nima bo'ldi? Tashqi funksiya. Tashqi. Demek tashqi funksiyadan asoslatilmaydi, ya'ni tomur bo'yicha asoslatilmaydi. Shu y ştrixdan tomur bo'yicha asoslaganda tomur asoslati 1 bo'lgan 2 to'g'risida x turibmi? Yoki 1 bo'lgan 2 to'g'risida mush argument hamiz tizib yozamiz. Qarang, 1 bo'lgan 2 to'g'risida bu argumentning barligini tizib yozamiz. 5x ning 4 derecesi qo'shilgan 7x kvadrat plus 1. Mana argument o'zgarmadi. Ko'paytirilgan mush argumentni asoslatilmaydi. 5x ning 4 derecesi qo'shilgan 7x kvadrat plus 1 aslati. Teng. Bu 5'lik ifodamiz o'sbich olmaz. 1 bo'lingan 2 to'g'risida 5x ning 4 derecesi qo'shilgan 7x kvadrat plus 1 ko'paytirilgan 5x ning 4 derecesi aslati 4 oldi ko'paytirib tushadi 20 x ning qancha kubi bo'ldi 7 plus 14 x ning 1 derece yozilmaydi. Endi turaqli son ayrilmasa buni asoslatilgan 0 dan. Bunun barliq qaytib surdi ko'paytiriladi. Surdi ko'paytimiz 20x kub qo'shilgan 14x mahrijda 2 to'g'risida 5x ning 4 derecesi qo'shilgan 7x kvadrat plus 1. Endi surdan 2 translati chiqarsak bizda 10x kub qo'shilgan 7x qoldi. Mahrijda 2 to'g'risida 5x ning 4 derecesi qo'shilgan 7x kvadrat plus 1. 2 son 5 2 sonni qisqartiramiz. Shu bizning javobi 10x kub qo'shilgan 7x mahrijda to'g'risida 5x ning 4 derecesi plus 7x kvadrat plus 1.
Mana biz belirlenen funksiya bu hasılat ev olduk. Demek, muraga funksiyani hasılat elish uchun biz ichki funksiya bilan tashqi funksiyani ajratib olishimiz kerak. Aldıq misol başlaqlı. Bu bizi ichki funksiya, ichki 9 bu bizi tashqi funksiya. 9 bu nimasi? Darajasi. Demek daraj bo'yicha hasılat oldik. Daraj aldık ko'paytib chiqdik. Bu argumentni o'zgartmay yozib oldik. 9 ni birini aldık 8. Andiki bu ichki argumentni hasılat aldık. Bugungi ders bo'yicha bizning oxirgi misolimiz. Bunda biz murakkab funksiya berishni deylik. Endi bu murakkab funksiyani qanday hisoblaymiz? Mana bizda bu ichki funksiya, bu argumenti ichki funksiya. Tashqi funksiyasi bo'ldi, tomir bo'ldi. Bu tashqi funksiya. Demak, tomir bo'yicha hisoblanma. Ya'ni tomirasi x ni hisoblatni bilishim kerak. Tomirasi x hisoblatni 1 bo'lgan 2 tomirasi x shunday-ku. Demak, f ştrixat x teng 1 bölüngen 2 tomara astida bu argument muqulu o'zgarmaydi. X kvadrat minus 3x bölüngen 4x plus 5. Mana tashqi funksiyani asıl deyalım. Ko'paytirilgan mush argumentidan asıl olma. Yani ne bezme? X kvadrat minus 3x bölüngen 4x plus 5 nemsi asladı. Tamam. Endi bu funksiyamiz ayırması deb olaylik bu yoqqa. Keyin chiqqan javobni bu yoqqa ko'paytib yozamiz. X kvadrat qo'shilgan elingan kechirsa 3x bölüngen 4x plus 5 ning aslati tam. Bu bizda bölümünü qanday nisbatlaymiz? Maxrijini kvadratlaymiz. 4x plus 5 ning kvadrat deb yozamiz. Old bilan suribni aslatamiz. Yani x kvadrat elingan 3x ning aslati ko'paytirilgan maxrijini aslat. Maxriji o'z yozamiz. 4x plus 5 minus endi aksincha surt o'z pichi qoldi. X kvadrat elingan 3x ko'paytirilgan maxrijini aslatamiz. Maxriji 4x plus 5. 4x plus 5 nimasi aslati. Tamam. Kesir sizaymiz. Maxriji o'z pichi ko'chiramiz. X kvadrat aslati 2x qdan. Yani derece görsütüş alı köpek düştü. 2 bir derece 1 derece yazılırsa. İlan 3x. 3x aslatını kaç gitem? 3 gitem. 3 turalsan fonksiyonu köpekse sanğı təgimimiz fonksiyada aslatmamız. Yani 3 təgmeyi x aslatı 1 gitem. 3 1 3. Kelesi 4x plus 5'in öz yazımız. Minus x kvadrat ilan 3x'ni öz piç köçürümüz. 4x aslatı 4. Turalsan aslatı norluqda. Mana bo'ldi. Endi bulan barliq ko'paytib ochamiz. Tanda pasta chiqaraylik. Maxrijni o'z pichamiz. Ketib ko'paytib ochaylik. 8x kvadrat. Qo'shilgan 10x. Endi minus 3 sonni har biz ko'paytamiz. Minus 12x minus 15. Endi bu 4 har biz ko'paytamiz. Bunu 4 desek oldu. Yeki aldığı çıkırıp elip minus 4 desek mi boldursun? Minus 4 nerede köpecek? Minus 4x kvadrat koşulgan 12x. Yani okşasını çalıştırırız. 4x plus 5'in kvadratı məxric küçür atımız. 8x kvadrat ile 4x kvadrat 4x kvadrat kaldı. 10x ile 12x minus 2x plus 12x plus 10x buldu. Endi bir de turalsan bizde minus 15. Demek biz bunu öz peç köçürümüz 1 bölüngen 2 tomirası da x kvadrat ilan 3x 4x plus 5. Bu ayrım birgen fonksiyonu aslatın metan oldu. Köpeytilen 4x kvadrat plus 10x minus 15. Maxrijde 4x plus 5'nin kvadratı. Yani bizde bu ifadəni irrasional qutulmadaydı. Eğer gerek bolsa, bunu qutulmaqlı boldu. Kelesi biz buna misal f at x'ten 2x köpeytilen 1 qo'shgan x tomirasi 1 qo'shgan x kub. Bu funksiyani qanday hisobga olishimiz kerak? Bu funksiya ikki funksiyani ko'paytirish turida berilgan. Birinchi demak biz u ko'paytirilgan v, ya'ni ikki funksiyani ko'paytirishni qanday hisobga olish kerak? Bu yerda u ştrix ko'paytirilgan v qo'shilgan u ko'paytirilgan
v ştrix. Yani birinci funksiyanın aslatını köpeytimiz, ikinci funksiya qo'shilgan, aksincha birinchi funksiya o'z pechi qilib, ikkinchi funksiyani aslatiga ko'paytishimiz kerak. Demak, bu formani foydalanib, men bu ifodani bunday turda yozib olaman. f ştrix at x b ştrix qo'shib unutqanmanglar. 2x ning aslati ko'paytirilgan 1 qo'shilgan x kub bu tom orasidagi ifoda. Qo'shilgan aksincha 2x ni o'z pechi qoldirib, ko'paytirilgan tom orasida 1 qo'shilgan x kubning nimasi aslati. Teng. 2x aslati qanchaga teng? 2 ga teng. Sababi samla funksiya berilsa, sonni tagmaymiz. Agar ko'paytirsa berilsa, funksiyani aslatamiz. X aslati 1 ga teng, 2 ga 1 2. 2 ko'paytirilgan tom orasida 1 qo'shilgan x kub. Endi plus 2x o'z pechi qoldi. 1 qo'shilgan tom orasida qo'shilgan 1 tom orasida 1 qo'shilgan x kubni aslatini tepishimiz kerak. Endi o'zingizlar ko'rasizlar, bu bizning murakkab funksiya. Shu sababdan bu murakkab funksiyani aslatini ayrim deb olaylik. 1 qo'shilgan x kub bu bizning tomir ostida mushuni aslat topaylik. Bu yerda bizda ichki funksiya 1 qo'shilgan x kub bu bizning ichki funksiya. Tashqi funksiya tomir ostida. Oldin tashqi funksiyani olamiz. Ya'ni tomir bo'yicha olamiz. Tomir bo'yicha aslatganda 1 bo'lingan 2 tomir ostida x bo'lishi kerak. Ama biz argumentini o'zgartmay yozamiz. Demak, argumenti 1 qo'shilgan x kub. Ko'paytirilgan mush argumentidan hosil qilamiz. 1 qo'shilgan x kubning nimasi? Aslati teng 1 bo'lingan 2 tom orasida 1 qo'shilgan x kub o'z pechi qoldi. Ko'paytirilgan turoq son aslatining 0 ga teng, x kubning aslati 3x kvadrat teng. Demak, bu 3x kvadrat bergan kasrning surati ko'paytirildi. Shu chog'da surati 3x kvadrat Məxricdə 2 tom arasında 1 qo'shilgan x kub. Demek bu 2x'in qishi ko'paytirilgan. Unda bizimiz 3x kvadrat məxricdə 2 ko'paytirilgan tom arasida 1 qo'shilgan x kub. Endi bu yerda 2 bilan 2 soni qisqaraydi. Teng. Shu javob bizda 2 ko'paytirilgan tom arasida 1 qo'shilgan x kub plus kasrlaymiz. Məxricdə 1 qo'shilgan tom orasida x kub. Endi bu x surati ko'paytirilsa 3x ning kubi bo'ldi. Endi bu ifodamizni turlamsak bo'ldi. Un maxraj berib qo'shsak bo'ldi. Endi bu har bir o'quvchining o'zining ixtiyori. Bizning asosiy javobimiz mana. Kelasi bizning misolimiz f at x dan 7 bo'lingan 3x qo'shilgan 4 ning 5 darajasi. Yani bu birga funksiyani qanday aslatamiz. Bu bizning murakkab funksiya. Oldin biz buni turlantirib mana yasasak bo'ldi. 7 ko'paytirilgan 3x qo'shilgan 4 ning minus 5 darajasi bersak bo'ldi. Bu 7-sinfda o'tdinglar. Yani bütün ko'rsatkichli daraja va uni xususiyatlariga mavzu mushtoq bor. Agar maxrijda qanday bir daraja bo'lsa, uni surdiga chiqqanda bu daraja ko'rsatkichi tamg'iz nima bo'ladi? Qarim-qarshiga o'zgardi. Demak, biz buni turlantirib, endi aslat olamiz. F' at x deb boshlaylik. Teng. Tural sonli funksiya berilsa, tural sonni tagmaymiz. Ko'paytirilgan bu funksiyani aslatamiz. Bu funksiya bizning murakkab funksiya. Buni argumenti eng asosiy yeri mana 3x qo'shilgan 4. Demak, bu argumenti 3x qo'shilgan 4 bu bizning ichki funksiya bo'ldi. Tashqi funksiya uning bu darajasi bo'ldi. Demak, daraja bo'yicha aslatamiz. Bu daraja ko'rsatkichi oldiga ko'paytirib tushdi. -5. Bu bizning argument o'zgarmaydi. 3x ning 4 darajasi 3x qo'shilgan 4 o'z pechi qilib, yani bu -5 ni 1 ni olamiz. 5 ni 1 ni olsa 4, biroq -5 ni 1 ni olsa -6 bo'ldig'ini astin chiqarishimiz kerak. Ko'paytirilgan mushu argumentdan yana aslatamiz. Ya'ni 3x qo'shilgan 4 dan aslat oldik. Shu chaqda biz nima qildik? Daraj bo'yicha aslat oldik. -5 oldiga ko'paytirib tushdi. Argumentni o'zgartmaymiz. Daraj ko'rsatkichini 1 ni oldik. Demek derece boyunca biz haslat ip olduk. Endi köpeytirilgen muş içindeki argumentinin yani içki funksiyonun haslat alması. Tamam. Köpeytsek bizim -35 oldu. Köpeytirilgen 3x qo'shilgan 4'ning -6 derecesi. 3x haslat 3'ten ayrım birge turalsan haslat 0'dan. Demek köpeytirilgen 3. Bu 3 sani -35 saniye köpeytildi. Şu an -3'ni 35 köpeytsek bizde kesesayla 105 bo'ldi. Endi bu ko'rsatkichni salbiy bo'lgandan buni biz maxrijga tushirib o'taylik aksincha. Shu uchun bo'ldi 3x qo'shilgan 4 ning 6 darajasi bo'ldi. Yana qarang.
minusda, endi minusdan qutuldik. Chunki agar bu yerda biz kasr bor deb o'ylasak, bu kasrning surtidan maxrijiga o'rin almashtirdi. Kelasi bunaqa misol. Funksiyamiz 5 qo'shilgan to'maras x ning bir 4 derisi berildi. Mush funksiyaning haslatining argumenti 1 bo'lgandan keyin ma'nosi teplanadi. Aldı bilan agar bizga mushta hisob berilsa, biz aldı bilan haslat olamiz. Haslat tepib, undan keyin argumenti, ya'ni x o'rniga bir sonini qo'yib hisoblaymiz. Demak, haslat olaylik. Haslat olay desak, bu bizga qanday funksiya? Murakkab funksiya. Buni eng asosiy yeri, ya'ni birinchi hisoblaydigan bu bir qo'shilgan to'maras x. Demak, bu bizning ichki funksiya bo'ldi. Buning sirti nima edi? 4 daraja. Demak, bu daraja tashqi funksiya bo'ldi. Bu bizning ichki, bu bizning tashqi. Demak, tashqi funksiyani haslat olamiz. f' x teng tashqi funksiya daraja bo'lganlikdan daraja ko'rsatkich oldi ko'payib tushdi. 4 oldi tushdi. Bu argumenti 5 qo'shilgan to'maras x bu bizning argument o'zgarmay o'z pech yozamiz. Bu daraja ko'rsatkichni 1 ni yutamiz. Ya'ni 4 ni 1 olsak 3. Ko'paytirilgan endi mush ichki funksiyani haslat olamiz. 5 qo'shilgan to'maras x ning nimasi haslati teng. Buni o'z pech yozamiz. Oldingi ifodadan 4 ko'paytirilgan 5 qo'shilgan to'maras x ning kubini o'z pech ko'chiramiz. Turaq sana ayrim berilse bunu haslat nol teng. Yani to'marasi x haslat nima teng? 1 bo'lingan 2 to'marasida x ga teng. Teng 4 soni bilan 2 soni qisqaraydi, 2 ni tegadi. Shunday kasrsiz yozamiz. Surtida bizda 2, tirnoq ichida 5 qo'shilgan to'maras x, tirnoq sirtida kubi, maxrijida nima? To'marasida x. Endi biz barliq x o'rniga 1 ni qo'ysak bo'ladi. F ştrix 1 teng kasrsiz yozamiz. So'zda 2 ko'paytirilgan tirnoq ichida 5 qo'shilgan to'marasida 1, sirtida kub, maxrijida to'marasida 1. Endi 1 dan 1 chiqadi. 5 ga 1 ni qo'shsak 6, 6 ning kubi 216. 216 sonni 2 ko'paytsak 432. To'marasi 1 dan 1 chiqadi. Har qanchasini 1 ga bo'lsa, shu sonni o'zi kelib chiqadi. Endi yana bir misol qarashib o'taylik. f at x teng aytaylik sinus argumenti 3x qo'shilgan pi bo'lingan 4 deb berilsin deylik. Murakkab funksiya bo'lma haslat olaylik. Bizda eng asosiy yeri bu 3x qo'shilgan pi bo'lingan 4. Agar bu bo'lmasa, bu funksiya hech qanday mohiyati yo'q. Demak, bu bizda ichki funksiya, tashqi funksiya sinus. Tashqi funksiyani haslat olamiz. Sinusning haslati kosinus x. Kosinus x deb yozmaymiz. Sababi bu argument o'z pechi saqlanishi kerak. 3x qo'shilgan pi bo'lingan 4 deb yozamiz. Ya'ni ko'paytirilgan mushu ichki argumentning, ya'ni ichki funksiyani haslat olamiz. 3x qo'shilgan pi bo'lingan 4 ning nimasi haslati. Ya'ni qaranglar. 3x ning haslati bu bizda 3 teng. Bu pi bo'lingan 4 bu turaq son. Buni haslati nima teng? 0 teng. 3 ni bu ifoda ko'paytsak bu 3 kosinus argumenti yani 3x qo'shilgan pi bo'lingan 4 o'z pechi qoldi, yana o'zgarmaydi. Yani texnik murakkab olaylik. f at x teng sinus kvadrat argumenti 3x qo'shilgan pi bo'lingan 4 deb beriladi. f ştrix at x. Yani qaranglar. Eng asosiy yeri bu yerda 3x qo'shilgan pi bo'lingan 4. Biz x ga qanaqdir bir bulon beramiz. Bu bulonni berib hisoblaymiz. Ondan keyin sinusni nima qilamiz? Manas topamiz. Manas tip bo'lgandan keyin ondan keyin nima qilamiz? Kvadratlaymiz. Demak, eng ichki funksiya bu 3x qo'shilgan pi bo'lingan 4. Eng sirtqisi kvadrat. O'tirib turgan funksiya bu sinus. Eng sirtqisini boshlaymiz. Kvadrat. Bu daraja bo'yicha haslat olamiz. Bu daraja ko'rsatkichi oldiga ko'paytirib tushdi. Mana. Qag'ini argument bo'lib hisoblanadi darajadan boshqasi. Demak, bu o'zgarmaydi. Sinus argumenti 3x qo'shilgan pi bo'lingan 4. Endi daraja bo'yicha haslat oldik. Endi qarang, nim bo'yicha haslat olamiz? Sinus bo'yicha. Sinus bo'yicha haslat olamiz. Sinusdan boshqa 3x qo'shilgan pi bo'lingan bu ichki funksiya bo'lib qoldi. Sinus haslati kosinus. Argumenti o'zgarmaydi. 3x qo'shilgan pi bo'lingan 4. Endi ko'paytirilgan eng ichki funksiya bizimki 3x qo'shilgan pi bo'lingan 4. Demak, bu shu
3x qo'shilgan pi bölünen 4 nemesi hasılatını alımız. Şu çağda bu bir şey belirgen ifademiz argümentler birdek. Yani 2 sinus alfa köpeytilen kosinus alfa degan form ismini tushirgan. Buning bitta sinus 2 alfa. Demek argüment nima qildi? 2 aslinde. Endi 3x ning hasılatı bizde 3 tam. Bay aytib bu turasının hasılatı bitta 0 tam. Demek bu 3 üst bir çıkaldı. Sinus deb yazımız. Bu argüment 2 aslinde. Şu çağda oldu bizde 6x qo'shilgan pi bölüngen 2 bo'ldi. Endi bu bizde keltirish formu o'xshaydi. 9 o'ttonlar, demek 3 keltirish formumuzda 90 gradus bo'lsa funksiya o'zgardi. Kosinus 6x bo'ldi. Shuna hurmatli do'stlar, bugungi bizning darsimiz oyoqlashdi. Barlarga diqqatingizga ko'p rahmat. Mushu video darsimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmanglar. Agar bir qandaydir bir kamchilik bayqagan bo'lsanglar, kommentariyaga yozishni unutib qolmanglar. Bo'pti, xo'sh, sog' salomat bo'linglar.